Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. 15 aprel kuni qaysi viloyatlarda yomg'ir yog'ishi prognoz qilindi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 15 aprel kuni qanday ob-havo bo'lishini prognoz qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 16-18 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Ayrim joylarda momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 10-15 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Ayrim joylarda momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Ayrim joylarda momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Ayrim joylarda momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'li hududlarda yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Muhim hodisalar. Joriy yilning 14-17 aprel kunlari O'zbekiston hududiga nam va salqin ob-havo massalari kirib keladi, deyiladi xabarda.